Mazza qilib uxladim, mazza qilib uxladim. Men kattaman, menimcha tush ko'ryapman. Nima? Men qayerdaman? Bu qamoqxonami? Nima, men qayerdaman, ey? Kim bor, yordam beringlar, iltimos, kim bor? Kim bor, yordam beringlar. Eshigim ochilmayapti. Jitel, to'xta, yordam beror, iltimos. Jitel, yordam beror, iltimos. Nima balo, bu eshik ochilmaydi. Menimcha kuchim yetmayapti. Kim bor, yordam beringlar, iltimos. Nima qilsam bo'ladi? Kim meni qamab qo'yibdi? Kim meni qamab qo'ydi? Iltimos, yordam beringlar. Kim bor, yordam beringlar, iltimos. Jitil tog'a, yaxshimisiz? Men bu yerga qanday tushib qoldim? Iltimos, ayta olasizmi? Sen bu joyga o'zingdan o'zing tushib qolmadik. Seni biz yo'ldan topib oldik. Tushundingmi, ahmoq? Ko'p gapirmasdan xonangda o'tir. Tushundingmi, la'nati? Nima deding sen, baka? Bu yoqqa kelib o'ldirib qo'yamiz. Eshikni och, o'ldirib qo'yamiz, Eshikni och deyapman, bu yoqqa kelib eshikni och. Iplos, Jitel, nimaga meni qamab qo'yding? Nimaga? Gapir, nimaga? Menimcha men tushunyapman. O'tgan qismda men sizlarga aytgandim. Va yana aytaman. Hozirroq chekkiga o'tib oldi. Men Behruz degan bitta bolani o'ldirmoqchi bo'lganim uchun meni qamab qo'yishgan menimcha. Hozir bu yerdan bir amallab qochib ketishim kerak. Qornim ham yomon ochib qolib ketdi. Mayli, unda hozir kamerani o'chirib turaman. Menda kamera borligini bilishmaydi hozircha. Hozir kamerani chekkaga o'chirib oladi. Jitel, uraverma, iltimos. Mayli, o'zim chiqaman. Ovqatlanishganmi? Mayli. Katta ovqatlanish. Ko'rsatmaysanmi? Xonamni yig'ishtirib turdi. Obunachilar, sekinroq gapiraman, chunki menda kamera borligini bilishmaydi. Ana Jitel menga ikkinchi etajga chiq dedi. O'zi ham kelyapti. Mayli, chiqyapman. Ko'rsatma. Mana shu yerda o'tirib turamanmi? O'tirib turayman shu yerda. Men bu joydan menimcha ovqatlarimni olishim kerak. Bu joyda bitta sho'rva, mana bu nima ekan? Bir ikkita kartoshka olamiz. Unda mana buni yedi işte menga. Nima narsa ekan bu? Menimcha mazali narsa bo'lsa kerak. Yo, mana boshim aylanib ketyapti. Kim bor, yordam beringlar. Boshim yomon og'rib ketyapti. Boshim. Ana ovqatni menga yedirishdi. Ahmoqlar shashib qolgan ekan, ovqat aynib qolgan ekan. Menda lekin ovqatlar ham bor. Menimcha qandaydir qornimni to'ydirib oldim. Jitelga ko'rsatib qo'yaman. Hali men bilan o'ynash qanaqa bo'lishini. Mana bu joyda obunachilar qatdan qanaqa qilib chiqib ketaman endi men bu joydan. Qanaqa qilib qochib ketaman obunachilar. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Bir amallab qochib ketish kerak. Devorlari ham shunchalik mustahkamda. Mana richak bor ekan, mana bu joyda ko'rib qo'ygandim. Eshik ham temirdan sindirib bo'lmayapti. Jitel. Endi men hozir kamera o'chirib turib biroz dam olaman. Men yana qayoqqa olib ketyapsizlar? Qayoqqa? Yana tepaga chiq deyishyapti. Chiqdim, endi nima qilaman? Men shu yerda o'tirishim kerakmi?
Mayli biroz ovqat yeganga o'xshab o'tiraman. Nam. Kartoshkalar sasib qo'yganmi? Nima bo'ldi? Kim qilgan bu ovqatni o'zi? Sen qildingmi? Bu yoqqa ahmoq, bu yoqqa. Ahmoq, yana bir marta men bilan o'ynashadigan bo'lsang, seni o'ldirib qo'yaman. Ahmoq, o'zingdan ketma. Nimaga o'rnidan so'kinasan, ahmoq? Obunachilar mana eski manlar bolani urganimni hali ham hech kim ko'rmadi. Endi hozir amallab xonamga kirib olsam bo'ldi. Hech kim ko'rmadi. Hozir xonamning eshigini obunachilar meni chaqirishyapti. Menga tepaga chiq deyishdi. Hozir biz sizlar bilan tepaga chiqib ko'ramiz. Eshik yopiq. Bu nonni yeb olaylik. Non lekin ancha shirin ekan. Non albatta shirin ekan. Hozir bir amallab eshikni ochsa tepaga chiqib olaman va kamerani yoqaman. Men unga tegganim yo'q. Men unga tegmadim. Iltimos qo'yvoringlar. Mana shu xonaga menga kir deyishdi. Qanaqa xona bilmadim-ku, lekin menga urishasan deyishyapti. Kirdim, hech kim yo'q. Kim bilan urishar ekanman? Mana bu joyda nima bu? Zombilar spawnermi? Zombilar bilan urishan shekilli, bilasizlar. Men yoshligimdan boksyor bo'lganman. O'shaning uchun menga bu zombilar cho'rtaman. Shu hozir sandiqdagi narsalarni qo'yib olaman. Ba'zilari yonimcha kerak bo'lib qolsa kerak. Ichga suv, bir stek. Menimcha bu kirka nimaga berilayotganini bildim. Bu kirka juda ham kerak bo'ladi hali menga. Bundan qochishimgami? Hozir men bular bilan jang qilaylik. Obunachilar, mana bu fakkellarni sindirishimiz kerak ekan. Ahmoq, urarma. Ahmoqlar, yo'qolinglar o'tdan. O'ldirib qo'yamiz. Menimcha bu spawnerni yonida zombilar vahshiy ko'payib kelyapti. Sindirishimga ham ulgurmayapman. Spawnerim katta spawner ekan. Ovqatimni yeyolib. Yana ikki olsammi, ahmoq? Menga hali ham zo'r qilish berishdi. Lekin obunachilar botda eshitishimcha ko'pchilik o'lib ketar ekan. Hozir men ham o'lib ketmasam bo'ldi. Endi menimcha botda kirka bor. Bu kirka bilan mana buni sindirishimiz kerak shekilli. Yo, iltimos, urmanglar. Zombilarga yem qilishyapti men. Men zombilar. Eshikni qanday ochaman endi? Menimcha eshikni ochmasam, men shu yerda qolib ketsam kerak. Bitta temir. Menga bitta temir berishdi. Yaxshi. Bu yoqqa ahmoq, bu yoqqa la'natli. Hozir spawnerni sindirib olaylik. Spawnerni ham sindirdim. Endi eshikni katta ochaman. Eshikni ochinglar, iltimos. Eshikni ochinglar. Menimcha hozir bu kirgan narsalarni qo'ysam ochilsa kerak, Hozir unda bu narsalarni qo'yaman. Kirkani bekitib qo'yishim kerak. Kirkani bir amallab bekitib, albatta men bu qamoqxonadan bir amallab qochib ketaman. Mendan ko'rishadi. Eshikni ochinglar endi. Biron ham yecholi, yomonam dori bironya berib qo'yishdi menga. Mana menga richak berildi. Menga richak berilgan ekan. Hozir bu narsalarni qo'yib olaman. Bir ikkitasini albatta. Bu ovqat lozimiki. Stekni ham qo'yamiz ozginasini. Mana bu chirigan stek ekan. Bu fakkellarni ham qo'yamiz. Suv albatta kerak bo'ladi. Suv ichib olaylik. Suv menga yomon ham yoqdi. Hozir bu ichini cholaman. Kirgan borligini bilishmasa bo'ldi. Bu narsani berib ketasan deyishganda. Yana eshik ochilmayapti. Qanaqa berib ketaman eshik ochilmasa? Mayli hozir. Bunachilar men botdan chiqib oldim. Menga richak berishdi. Hozir men richakni oshxonaga solib qo'yar ekanman. Hozir savolli-da.
Birinchilar ichkariga ham kirib oldim, lekin menda kirka bor. Kirka borligini hech kim bilishmasa ham kerak. Devorlar mana judayam mustahkam. Va bolalar keyingi safar men bu yerdan hozir odamlar охраналар ko'rib turishibdi. O'shaning uchun qochamayman. Ko'chada ham qo'riqlashayotgan ekan. Men bu haqida eshitib oldim. Endi men keyingi safar bir amallab qochib ketishga harakat qilaman. Albatta kutib qolinglar, albatta qochaman. Obunachilar, bu videoni hozir internet sal yo'g'roq ekan bu joyda. Men hozir kattaligimni aniqlaymanda sizlar bilan aloqaga chiqishim mumkin. Ya'ni keyingi safar men bu yerdan qochaman. Menda kirka bor. Hozir sekinroq gapiraman. Ahamiyat bermaysizlar ovozimga. Ovozim tomog'im sal bo'g'ildi. Narsani yeganimdan keyin boshim ham sal aylanyapti. Hozir biroz dam olaman.